Orberi. Yaxshimisiz? Ishga kech kelishini qarang. Xotini voqli uyg'otsa bo'lmasmikin? G'ulom aka, turing, ishga kech qolasiz. Uf, o'zim bilib turaman, borgin. Kiyimini g'ijimligini qarang. Tavba, eringni kiyimini chiroyli qilib dazmollab chiqarib olmaysanmi? Qanaqa befarosat xotin. Hamma har xilda. Ol. Voy, buncha g'ijim narsa kiyib oldingiz, yeching dazmol qilib beraman. Odamlar gapiradi. Kim menga qaraydi? Shoshonman. Tushunmisiz? Xotini qaramas ekan deydi. Har kuni ishxona zavtrak qiladi. Qiladi-da, xotini tayyorlab bermagandan keyin. Eridan keyin uyg'onsa kerak. Shunaqa befa xotin bo'ladimi? Bo'pti, xotin, men ketdim. Voy, zavtrak tayyorlab qo'yuvdim. Yo'q, kecha olma. To'xtang, qachon bu ko'p ichib keling. O'zbekiston bo'ylab 14 ta filial, 11 yil ichida 100 mingdan ortiq talaba ingliz tilini o'rgangan va minglab o'quvchilar IELTS'dan 7 va undan yuqori natija ko'rsatib kelishmoqda. Rahmat. Rahmat. Ichida shamollagan. Er o'lib ketsa ham xotiniga farqi yo'q shekilli. Qachon bu doringizni ichib keting, kecha ham ichmadingiz. Shu paytgacha dori ichganim ko'rganmisan? O'zi o'tib ketadi. Alo. Salom, qalaysan? Bugun kechki 8 da choyxona bor esingda-ya. O'zlaring o'tirularing o'rtoq. Men bora olmayman lekin. Aniq xotini yo'q degan. Choyxonagami? Bu joyni to'ppa-to'g'ri etdinglar. Yana qanaqa choyxona? Sindoshlar bilan. Mana shunaqa yuraverasiz kechqurun choyxona, keyin kech kelasiz.